Şuna yomon charchyapti ona. Eski serverda bor hali boshqa narsa quvashdi, boshqa bu yangi o'zini server ochtirib keldim, chunki meni boyliklarim qolsana bolalar. Bu sonli ko'pini o'g'irlab ketib qolishdi. Uxlamayapman-chi, yomon. O'tiraylik. Onamla yomon charchadi. Eshik yopaylik. Bilsam bu serverda menga hech kim yo'q, sizdan boshqa hech kim olmaydi deb sotishgan diyor. Voy, men bu serverda ancha yildan beri shu yerdaman. Qatdan kelib qoldingiz? Siz kimsiz? Qachon keldingiz? Men bu serverda Arturdan yangi sotib oldim deb turibdi. Ha, men bu yerda oldin yashab. Ochib oldimki. Nima? Nima shu serverda? Qatdan kelib qolding? Urmang-ey. Uryapsiz, mana qilib uryapsiz. Mol ko'rasanmi? Bo'ldi. Bo'pti, serverimda menga vaqt berma. Bo'pti? Bo'pti, uxlab men uxlayapman endi. Uyingiz bor ekan. Kelmachi. Tush bor ekan. Sassi. Bo'pti. Chiqing o'tirmay sassi ko'ting. Voy, jonim qoldi. Nima deyapti? Bo'pti, mana ketyapman ey. Yo'q, uxla deyapti. Bo'ldi, mana ketyapman. Keyin safar eshigim ketayotganda ham taqillatib kel. Bo'pti, ertaga gaplashamiz. Ertaga gaplashamiz. Voy, kunduz ham tushdi. Soat 6 bo'ldi. İş var mı? Bu iş var olmaz. Ovqat qilishdi bilan ham. Uyingiz tozalab beraman. Yana-chi? Aytyapman, bu ishni. Unday qara. To'xta deyapman. Bo'pti, mana shu yerda turaman. Bo'pti, men hal etmayman. Men hozir kutib turish yerda, xo'pmi? Bu yerga. Ay. Kömür var az çıkamam. Bu var. Oğlum hey, neçe bakın şurada kömür vardıyız. Haydi. Yanında ko'rdi. Bo'pti. Ko'tarchab. Men ovqatlarni. Nimadan tayyorli? Bu mana osonni qarasang. Go'shtlar bor. Go'sht bormi? Chakki bormikan? Ha, bor ekan. Ha, bor go'shtni tayyorlab olib keldim. Bo'ldi, xo'p, men oldiramiz. Bo'ldi, xo'p. Hozir go'shingiz ham pishyapti. Bo'ldi, zo'r. Уже ikkita pishdi. Bo'ldi, mana tez. Senga beradigan maoshim kelib gaplashamiz. O'shanga qarab beraman.
Ko'targan. Mana bitta go'sht tushib ketayotganini ham qo'yib qo'ydim. Joyingizmi? Bitta go'sht tushib ketayotgan qo'yib qo'ydim. Ha. Yerga tashlab oldim. To'y go'shtni ham qilaylik ovqat. Endi ovqatlarni uyda yo'stirib turibdi. Xo'p, Menga aytdi. qaqa. Ishga. Aytdim-ku ishga shoshilyapman deb. Ishga borasizmi siz ham? Ha, ishga boraman. Xo'p. Yaxshi boring. Bo'pti. O'ynamayishiydi. Bo'pti, xo'p, ey, boring. Bunaqa odamni qochish kerak bunaqa joylardan. Kun bermaydi. Kun bermayotgan. Hali nima aytgan? Yuroning mana bor bu. Вообще narsasi yo'q ekan. Bu ishdan ham kelyapman. Yo'q, kela. Kelay. Nima, hamisha bo'lmaymi? Ha, bo'ldim. Bo'pti, ovqat tayyormi? Ha. Tepaga chiqib qo'yib tur. Bo'ldi, hop, hozir chiqaman. Tepadaman men. O'zi sezmadi yaxshi. Kuydirib olyapsanmi ovqatlarni? Bo'ldi, mana ketepa. Voy, kemayasini chiqib, qo'lini yuvib chiqay. Bo'ldi. Yaxshi sezgan u. Mekeramni berib qo'yganmi? Ovqatlarni men qo'limni yuvib birov mashina olib chiqaman. Bo'ldi. Pishyapti-yu. Bo'pti, tezroq bo'l. Pishmagan cho'chchak pishyapti. Yog'lisi o'zi go'shtlardi bu go'shtlarni. Yeyish borish kerak. Bilamizda. Voy, chiqyapsiz-mi? Chiqyapman mana. Tandirim ovqat. Ha. Tur oldimdan. Tur. Sonra hesap koyarız bana. Non bağla non. Ne oluyor? Bizde falan bir şey yapıyor. Hey. Dur. Dur diye yaptı. Hey, oldu. Geçen bir şey yaptı. Ha, oldu. Oğlum ki. Ha. Ne yapayım? Vallahi. Ne yapayım? Bering aytaydir o'g'ay. Bugünçe yaş iş varsa 5 yeter olmaz. Vallahi. He? Hop. Daha okuyun gibi. Vallahi. Peki olsun. Bu joylarda narsalar bo'lsa, o'g'irlikka tushamiz. Ulan tezroq. Vallahi. Uxlaymiz. Oy, talab tushibdi. Wow, ujolan şu boğazını aldım işte böyle oldu mutlaka. Ne? Bu nima ish qilay? Ovqat tayyorlaymi? Soat 6 bo'ldi. Kim bu yoqqa deganman senga? Mendan beso'roq. Bo'ldi, xo'p. Chap. Bitta ovqat tayyorlaymi? Uyda bormi seni sasiyapsan arası? Sizga deb olaman. Ishing bormi deb so'radim. Bo'pti. Oldu chiqaydi. Ne? Ha, bo'ldi. Buna koyayım düşlerdi. Ey, uzr dilerim. Düşlerine koyayım görüp Bebeği çıkma ovqat tayyorlabdi. Bo'ldi. Qanaqa go'shtdingiz? Tovuq go'shtimi, qo'y go'shtimi? Shashlik yeymi? Shashlik, to'g'ri. Shashlik bo'lsa shashlik.
Güzel oldu. Qayerga bo'lyapti? Qani? Tashlaydi o'zi. Yo'q, oldin o'ylar hayvonlar boqasan, ana shunda pishirib yeysan. Bugun menga dam. Nega? Kompyuterimni ishlamayman menga. Bo'ldi, Sen uylar tozalaysan. Xo'pmi? bo'ldi. Hozir. Bugun menga dam aytgandi. Bo'ldi, hop. Qanaling unda nima qilasiz? Men kompyuterni ishlamayman. Sen unga uylar tozalayapsan. Hozir. Pulni maydaga olay. Valla fotoğraflar ve kompüter bir şey var. Bo'ldi, hop. Nasıl? Mükemmel ne kadar olur falan. YouTube'da vlog bu şeyleri bu yaşaması falan. Olmuş. Olmuş diye Hop, 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 hop. Bizi sarmıştı. Birer toza oldu mu? Vakti kendi bölmeye koptu. Yo, chicha holi. Yana chicha o'ynab turing kompyuter. Tepemeni ovqat tayyorlab qo'yarsan, ovqat tayyorla. Ha, keyin molni senga sotaman, to'xta. Ha. Mol sen uyingni tuzukroq qo'shib, uyingni yaxshiroq olasan deb olgan edim. Pushaymoni. Rahmat. Bo'pti. Ertaga chiqib turing. Sasda bloklar ham yarashadi. Bo'pti, hop. Bu qizlar menga ovqat qilib keyin yig'ishtira olasan deyapman. Bo'ldi, hop. Chiq. Hozir ketyapti. Xo'sh, hozir go'sht olib. Bulasam yo'qmi? Sevsammi? Bu tuzla go'sht Nima? endi. Qanaqa? Qo'lni och meni. Shashlikmi, qo'y go'shtimi? Moy go'sht tayyorla. Moy go'sht bo'lsa, moy go'sht. Bilmadim, qo'y go'shtni nimaligini bilmayman. Yevoradim, vashi tarqaydi. Hozircha pishib tursa, hozir chiqaman. Voy kuyib ketyapti, qara. Bo'ldi, hozir ketyapti. Ishni keyin qila olasan dedi. Menga bittasi pishishiga olib kel, qornim och. Hozir. Shuncha narsaga band bo'lmaysan. Kurashim kerak. Sen tozalarish uyga ertalab beraman oylig'ingni. Voy menga qo'y ber ovqatni qo'y. Ovqatni ber deyapman. Baqirmay turing hozir. Bittasi pishib olsa, o mana pishdi. Voy, qo'y ovqatni. Yeb ko'ringchi, mol go'shtim kammi? O'lcha. Qo'y. Sen qornacham uchun ishlayman. To'xta. Hozir uxlayman. Ular tozalabdi. Oylig'ini ertalab beraman. Bu safar ko'paytirib berma. Yaxshi ishlayapsan. O'zing yaxshi ko'rinyapsan. Hop. Hop.
Bo'pti, ben chiqib ketyapman. Jitlardan tushdi, mazza qilib bori. Nimalar qilding? Ha? Bu yer tozalab qo'ydim. Tartibdan shekilli. Ha, To'xta hozir. To'xta. Mana shu yerda kutib tur. izmirut bering menga. Zo'rmas, bu olmos beraman yaxshi ishlaganing uchun. Tur meni mashada. Bo'ldi, hop uyimga borish kerak. Qayt. Hozir. Izmirut bersiz yaxshi bo'lasiz. To'xta, turibdi. Ovqat tayyorlab turmaying dedi. Hozir qilyapman. Shoshma. Bo'ldingizmi? Hozir. Uydan senga ovqat tayyorlab tur dedim shekilli. Bu yer qanaqa xona? Sening ta'minimiz bu shaxsiy. Tekiring. Kirma deyapman senga. Bo'ldi, hop. Ovqatingiz ham kuyib ketgan. Ha, senga birinchi shaxsiy bo'ladi. Shu. O'zing ovqatim olib kel. Buncham to'lib qo'yganlar. Okey. Yani şöyle bir ovqat var. Bo'pti, bor, damansi. Men Bo'pti, qo'lingdagi xo'sh. Nima deyapman? mana izmirut sizga. Bo'yasiya. Bo'pti, bor tezroq. Bo'p, mencha. Tayyor. Ish ketyapsan, uyingni bitirmading. Allah. Ishdan kelganini bitirasan. Allah. Hali bir minutda bu ketorsin. Uyini qo'zg'atib tashlayman. Ketyapti. Boshqa yoqdan olman. Mana smash kerak. Endi uyni portlatib tashlayman. Mana ketganmi? Ketgan. Vakson bo'ldi. Ko'p bo'ldi, tez bosib keldim. Vakson bo'ldi. Bo'lmaz, nima qildi? Ha. Nega? Bu yoqqa bu o'ldi bo'ldi. Ko'zlarni qo'yamlaydi.
Itu yaxshi bo'ldi, bir tarafdan endi aytdik. Hammaga xayr. Hammaga keyin borganda yaxshi desanglar obunamga vaziyat toplar. Lekin muallimga qilishga harakat qilamiz. To'g'rimi? Aka Graphics yangiga obuna bo'lsangiz. To'g'rimi? Agar videolarimiz yaxshi ekanini aytsanglar, kommentariyga qoldirib qo'yinglar. Xo'p.